Buxoro shahrida 14 yoshgacha bo'lgan shaxmatchilar o'rtasida viloyat chempionati o'tkazilmoqda. Musobaqada 100 nafarga yaqin yosh iqtidor egalari dona surishyapti. Chempionat yosh shaxmatchilarning mahorat darajasini oshirish va istiqbolli sportchilarni saralab olishda muhim ahamiyat kasb etyapti. Musobaqa tafsilotlari muxbirimiz lavhasida. Buxoro shahridagi shaxmat markazida davom etayotgan bahslarda 14 yosh toifasida viloyat chempionati bellashuvlari bo'lib o'tmoqda. Unda viloyatning barcha tuman shaharlaridan kelgan shaxmat ustalari g'olibligi uchun dona surishayapti. Ularning 40 dan ortig'ini o'g'il bolalar tashkil qilsa, 30 ga yaqini qizlar hisoblanadi. Unda ishtirokchilar standart yo'nalishi bo'yicha umumiy 9 ta tur doirasida o'yinlarda ishtirok etishi rejalashtirilgan. Buxoro viloyat chempionati davom etyapti. Hozir 8-tur o'yini boshlangan. Men hozircha 8-tur davomida birinchi o'rinda ketyapman. 9-turda ham harakat qilaman va birinchi o'rinni egallashga harakat qilaman. Ayni kunlarda musobaqaning 9-tur o'yinlari davom etmoqda. Ma'lumot o'rnida aytadigan bo'lsak, ushbu turnirda 1-o'rindan 5-o'ringacha bo'lgan sportchilar viloyat terma jamoasiga jalb etiladi. Ular yaqin kunlarda bo'lib o'tadigan O'zbekiston chempionati bahslarida viloyat terma jamoasi sharafini himoya qilishadi. Mamlakatimizda sportga qaratilayotgan